Ronaldoni oyog'iga bir marta ham kapto tegmadi. Chiqib ketdi jahon chempionatidan. Penaldo. O'rta, Ronaldo nimalar qilganini bilasanmi? Dunyoning eng kuchli igroki-yu. Sen aqllilik qilavermasang-chi, hech nima qilmagan, hech nima qila olmaydi ham o'sha Ronaldo. Mana chiqib ketdi jahon chempionatidan. Men Ronaldoni juda ham yomon ko'rar edim. Chunki jamoam bo'lmuş Barselonaga juda ham ko'p gol urgan. Lekin shu kuni kechasi hamma fikrim o'zgarib ketdi. Nimagaligini hozir sizlarga aytib bermoqchiman. Jahon chempionati o'yini vaqtida o'z otasini yo'qotgan. Birinchi oltin to'pini xayriya ehson qilib yuborgan. Portugaliyada koronavirus kasaliga chalinganlarni tuzatish uchun 1 million dollardan ortiq pulni sarflagan. Nepalda qurbon bo'lgan odamlar uchun 7 million dollardan ortiq pul ehson qilgan. Undan tashqari o'zini eng ashaddiy fanati kasal bo'lganligida miya operatsiyasi uchun 83 ming dollar prosta takka berib yuborgan. Undan tashqari Turkiya va Suriyada yer qimirlashidan aziyat chekkan odamlar uchun o'zini otelini boshpana sifatida bergan va o'zini oltin butsasini sotib falastinlik bolalarga ehson qilib yuborgan. Va biz bu futbolchini haligacha heyt qilib kelamiz. Va bu unga arziydimi? He'll buy!